O'g'lim, qaynotang sovg'a qilgan sarpolarni kiyib olsanmi? Yarashibdimi oyijon? Ha, yarashibdi. Voy, kelinimmi? Buncha ham chiroyli bo'lmasa, nega salom qilmayapti? Oyijon, turkman kelinlari kelin salom qilmas ekan. Og'zini nega berkitib olgan? Oyijon, siz bilan adam qimmatbaho sovg'a bermasanglar yoki bu farzandli bo'lmagungacha bu og'zini ochmaydi. Qalin pulini qalin berib, ana endi tilla taqinchoqlar ham olib berishimiz kerak ekan. Xuddi shunaqa. Ha, adang bekorga komandirovkaga jo'nab bormabdilar. Tillani o'zing olib berasan deb. Endi pulini sen menga berasan, men kelinimga tilla taqinchoqlar olib beraman. Voy, oyijon, bu mayli. Ha, onam nima qilyapsiz? Kelinimni hovli supurishni tomosha qilyapman. Voy, internetda o'qidim. Biz kelinimizga $5000 qalin pulini berdik. Uni oliy ma'lumotligiga qarab darajasi ko'tarilar ekan. Qalin pulini ham. Shunaqa. Yaxshi ham magistratura tugatmagan ekan. Bo'lmasam $10,000 to'larmidik. Voy, bunaqada hovlini qachon supurib bo'ladi? Voy, tavba. Oyijon, Ha, labbay. anaqa kelinlik so'rayapti. Nima ovqat qilib bersan? Voy, o'zlarini milliy taomlarni qilaversinlar. Voy, kelinimdan aylaning. Turkman kelinim odobli. Tanbehga hojat yo'q. Xudoga shukr. Voy, Ana, oyijon. Turkmaniston milliy taomi dograma. Bu esa ko'kmach. menga qara. Dograma degani nima degani ekan? Ha, oyijon, alohida nonni olib to'g'rab qilar ekan. To'g'rama ekan-da. Ha. Ha, oyijon, nima qilyapsiz? Kelinim endi shunday o'tiraveradimi? Ha, oyijon, turkman kelinlar 10 kungacha xonasida qamalib o'tirishar ekan. O'tirsa o'tiraversin. Yo, siz xafa bo'lmang. Voy, oyijon, qayoqqa? Bo'ldi. Yetar. Kelinimni gapirmasligiga chidolmayman. Do'konga tilla taqinchoq olganim. Men ham bo'pti, sizdan boraman. Tilla taqinchoqga.